Falcons xudo xohlasa 9-marta 2-o'rinni olishdi, finalga chiqdi. Donk esa afsuski qancha harakat qilmasin 3 va 4-o'rinda qolib ketdi. Va bu Imkolni yarim finali. Va agar mabodo kechagi o'yinlarni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, "Brat, nima qilyapsiz o'zi? Shunaqa o'yinlarni ham o'tkazib yuborasizmi?" Unda men sizga qisqacha aytib beraman. Furiya jamoasi esa kunni ochib berdi va Aurora Bad Boomga qanday bosim qilgan bo'lsa, shu bosimni endi o'zida his qildi. Va birinchi kartani 13-9 berib yubordi. New kartasida esa nimadir o'xshayotgandek ko'rindi va 4-1 ham edi. Ammo Fallen jamoani uyg'otib 13-4 bilan turklarni turnirdan chiqarib yubordi va finalga yo'l oldi. Va kunning eng muhim matchi Falcon Spirit va biz yana bitta finalga teng o'yinni guvohi bo'ldik. Birinchi o'yinni o'zida yo'q, shunchalik yaqin o'yin bo'lganidan asosiy vaqtda tugamasdan overtimegacha bordi. Ammo undan keyin Spiritda imkoniyat yo'q edi, chunki Falconsda hamma o'ynadi. Va aynan shu o'yindan keyin jamoa haqida Monesi va Torten Valley deyishga umuman haqqim yo'q. Keyin esa Mirage bu yoqda ham yaqin o'yin bo'ldi, ammo Monesi jamoasi tega o'tishi bilan atigi 2 ta raund oldi va biz Decider'ga o'tdik. Das kartasi juda ham ishonchli Spirit uchun 2-0 bilan boshlandi, ammo birinchi bay raundning o'zidayoq Falconlar oldinga chiqishni boshlashdi. Shu bilan yana to'xtamasdan klashlar, dahshatli 2-4, 2-3 reteklarni ko'rdik va yana bitta overtime. Va yana yaqin o'yin ko'ramiz degan bir paytda Spirit o'chib qolishgan ko'rinadi. Va shu bilan 16-2 Falcons jamoasi Drakonlarni yutib finalga yo'l olishdi. Yana qayerda yutish mumkin bilasizmi? Eskinsda albatta, chunki siz shunchaki major ishtirokchilarini keysni final tugashigacha qadar ochsangiz, siz avtomatik ishtirokchiga aylanasiz va finaldan keyin shu ochganlar ichidan Eskins jamoasi sizni tanlab ikkita pichoq sovg'a qilishadi. Keyslarni ochish uchun esa albatta balansini to'ldirib o'tganda promo kod joyiga chap deb yozsangiz, +20% ham olasiz.